أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين السلام عليكم muhtaram birodarlar, barchangizga Allohning marhamati va ofiyati bo'lsin. Bugun jamiyat orasida jinlar degan tushuncha ko'p aylana boshladi. Har kimda har xil dunyoqarash mavjud bo'lib, hamma bilganini gapiradi. Ba'zilar jinlar haqida gapirmaslikka da'vat qiladi. Ba'zilar bu jonivorlar insonlar hayotiga ta'sir ko'rsatib turgan bo'lsa, qanday ulardan bexabar qolamiz deydilar. Alloh taolo o'z kitobida Minal jinnati wan nas, jinlar va insonlardan bo'lgan qalblarni vasvasa qiluvchilardan panoh tilang deydi. Ammo bu mavzuni ko'p ham ko'taravermaslikka chaqirayotganlar bir jihatdan savodsiz odamlar turli maqomlarga yo'rg'alab ketmasinlar. Shundan boshqa narsaga e'tiborsiz bo'lib o'ralashib qolmasinlar degan andishadalar. Xalq bu mavjudotni bilishi kerak. Odam avlodining eng ashaddiy dushmani shu maxluqot ichidan chiqqan ekan, dushmanni tanigan yaxshiroq deyuvchilar ham bor. Bugun ko'plab ulardan bexabar savodsizlar ularni farishtalar, o'tib ketgan bobomni yoki inamni ruhi deya laqqa tushib aldamoqdalar. Ular keltirgan xabarlarni so'rab surishtirmay tasdiqlamoqdalar. Odamlarni yolg'on xabarlarga ishontirmoqdalar. Bir-birlari bilan dushman qilmoqdalar. Shaytonning asl g'oyasi ham shu, odam avlodini tanazzul sari suruklash. Qur'oni Karim qayta-qayta shaytondan ogoh qilib kelar ekan, u haqida bilishdan bilmagan yaxshi deyish to'g'ri emas deyuvchi ulamolar ham bor. Jin so'zi to'silgan, pardalangan degan ma'nodan kelib chiqqan. Ular latif bo'lganlari uchun ko'zlar ilg'ay olmaydi. Ammo o'zlarida insonga ko'rinish imkoniyatlari ham bor. Insonga inson bo'lib ko'ringanda oyoqlari o'z holida qoladi. Ya'ni it suratidagi jin bo'lsa, itning oyoqlari kabi bo'lib ko'rinadi. Shuning uchun sahrolarda yolg'iz ketayotgan kishiga birdan inson surati ko'rinib qolsa, asl insonmi yoki jinmi bilish uchun oyoqlariga qarash buyuriladi. Endi jinlarni musahhar qilib ularni ishlatish degan mavzuga kelsak, islom ulamolari buni inkor qiladilar. Bu ish kohinlikning bir turi bo'lib, odamlar o'zi jinlarga musahhar bo'lib qoladilar deydilar. To'g'ri, Sulaymon alayhissalom jinlarga hukm o'tkazganlar, ammo bu mo'jiza hisoblanadi. U Sulaymon alayhissalomga xos ish. Sulaymon alayhissalom mendan so'ng hech kimga berilmagan narsani menga ber deya so'raganlarida berilgan narsa bu. Shundan ma'lum bo'ladiki, bundan keyin hech kimga bu nasib qilmaydi. Turli chillalarga o'tirib jinlarni chorlash bu kohinlarni boshqacharoq ko'rinishdagi takrori bo'ladi. Bu ish sehrgarlar tomonidan sehr tilsimotlarini yozib, tutatish yoki o'qish bilan amalga oshiriladi. O'sha tilsimlarga xizmat qilish uchun shaytonlar tomonidan biriktirilgan jinlar bo'ladi. Ular o'qilganda yoki tutatilganda hozir bo'lib buyruqni bajarmasa, podshohlari ularni og'ir jazo bilan jazolaydilar. Qanday xizmat qiladilar degan savolga javob shunday. Albatta birovni azoblash uchun sehrgar xizmatini qiladilar. Birovga ilashib olib, umr bo'yi qiynab, xalaqit berib yurishga buyuriladilar. Faqat va faqat odam avlodiga yomonlik yuzasidan xizmat qiladi xolos. U yerni chopib beribdi, uzoqdagi narsalarni olib kelib beribdi degan gaplarning hammasi uydirma, yolg'onlar xolos. Ba'zi dangasaroq sehr xizmatchisi bo'lgan jinlar sehrgarni o'zini urib ketadilar. Maqsad deganda bezovta qilavermasin uchun. Demak, bu yo'l o'ta xatarli bo'lib, dunyo va oxiratni barbod qiladi. Shuning uchun ba'zi bemorlardan jinlar ketmaydilar. Ular qasamyod qilib sehr tilsimlari ostiga kirgan shaytonlardan hisoblanadilar. Bor deb tashlab ketsalar, podshohlari shaytanat qasamyodlarini buzgani uchun eng og'ir jazoga mahkum qiladilar. Shu sababdan o'lsa o'ladi, ammo insondan ketmaydi. Ba'zan himoyasi kuchliroq himoya virdlarini tark qilmay yurgan ba'zilarga zarar qilish uchun sehr tilsimotlarini ishlataversa, uning muvakkal jinlari juda og'ir bir ish berayotgani uchun sehrgarni o'zini jinni qilib urib ketadilar. Maqsad bu eplab bo'lmas mashaqqatga majburlagani uchun, boshqa bezovta qilmasin uchun sehrgar o'zi bilan o'zi bo'lib qolaveradi.